What is up, people? Phoenix here. I'm super nervous right now because this is going to be my first video in Uyghur. And bugün men nimishqa ve qandaq Uyghur tilini öğrengenligim to'g'risida so'zlab bakay. Men hozirgacha Uyghur tilini öğrengenligim 4 yil bo'ldi. Mendan nurg'un kishilar mendan siz nimishqa Uyg'urcha o'rganasiz deb so'raydi. Yoki Xinjiangda hozir Uyg'urlar Hanzucha davlat tili Guoyu Putonghua bek yaxshi bo'ladi. Bo'ldimi? Yoshlar ular Hanzucha bek yaxshi so'zlaydi. Shuningdek, siz Uyg'urcha o'rgangandan keyin nima degan iqtisodiy hodisa bor deb so'raydi. Ammo amaliyotda men bu nima degan iqtisodiy hodisa uchun Uyg'urcha o'rgangan emas. Men faqat bir odam, bir insonning qishqi uchun bu tilni o'rgangan. Bu nimishqa deganda men bir necha chet el tillar o'rgangan. Masalan, men inglizcha, yaponcha, koreyacha, bu fransiyacha. Lekin Uyg'ur tilining bir grammatikalik bir hodisa bor. Bu Uyg'urcha degan til bir nianjoyu, agglutinative language degan. Peshqoq til deb ataladi. Amaliyotda koreyachami, yaponchami peshqoq til ekan. Lekin ular peshqoqlik Uyg'urchadek kuchli emas. Shunga Uyg'ur tilining grammatikalik hodisa mening boshqa tillar o'rganishga yordam bo'ladi. Menga bir tip mashq bo'ladi. Undan boshqa men Uyg'ur millatining tarixi yoki Uyg'urlarning madaniyatiga bek qiziqib qoldim. Men Uyg'urcha o'rganish boshlagandan keyin nurg'un Uyg'ur do'stlarim bo'ldi. Lekin men ular bilan suhbat qilgan vaqtda yoki paranglashgan vaqtda men bek xijil bo'ldim. Chunki ular Hanzucha, ular davlat tili bek yaxshi biladi, bek yaxshi so'zlaydi. Shunga men faqat uyda odatda kitoblar o'qib yoki mening tekstim o'qib yoki undada yoki Douyinda Uyg'urcha videolar, Uyg'urcha filmlar ko'rib o'rganyapman. Buni men Uyg'urcha o'rganganda bir ish bo'ladi. Bek cho'ng to'saqul ekan. Bu bo'lsa odatda kishilar bir tilni o'rganganda mayli inglizcha, mayli yaponcha, mayli hech qanday bir tilni o'rganganda bu tilning o'quvchilar uchun ishlangan material bek jiq. Masalan, bu filmda odamlar bek asta so'zlaydi, lekin men Uyg'urcha o'rganganda shuningdek material yo'q ekan. Douyin yoki undadagi filmlar hammasi Uyg'urlar uchun ishlangan material. Bu odamlar bek tez so'zlaydi. Men bu filmlar to'liq tushunmayman. Shuningdek, men Uyg'urcha o'rganganda bek cho'ng to'zaqul bo'ladi. Shunga keyinda Uyg'urcha o'rganayotgan odamlar uchun material bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. I didn't know speaking Uyghur could be so taxing on the brain. I really need a break right now. But I think that's going to be my first video in Uyghur. And I know I probably made a lot of grammatical mistakes. I look forward to your feedback and corrections. 今天就先到这里吧。Really 好，拜拜。